Tak, 13-chi окошкамizda juda ham katta. Интересно, ichida nima bor ekan demoqchi edim. Real Technica gubkasi chiqdi. 14-chi окошко. Clarins kremi chiqdi. Krem maska ekan. Обязательно ishlatib ko'ramiz. Clarins juda ham yaxshi brend. Bizda 15-chi окошко va 15-chi окошkamizda Rosenthal degan firmani niacinamid serumi chiqdi. Har doim kerak, ishoninglar, har doim hammamizga kerak bo'ladi. 16-chi окошkamizda juda ham katta qalin qalam ekan. Zoeva firmasiniki, no оттенкasi приятный. 17-chi окошко. Yaxshi известный brend bu ham. Paul Choice brendini salitsilkasi. 18-chi окошкаga ham yetib keldik. A вот bu уже стоящий окошко. Qanaqa o'qilishini bilmayman, Babor или Babur deb o'qiladi, lekin bu ampulalarni men bilaman, ishlatib ko'rganman. Juda ham zo'r, yuzingizni namlantiradigan ampulalar. Обязательно olib, отдельно ishlatib ko'rishingizni tavsiya qilaman. 19-chi окошко. Rio de Janeiro brendidan sprey chiqdi. Anchadan beri shu sprey ishlatib hidini ko'rmoqchi edim. Hali bitta ham pozitsiyasini ko'rmaganman. Как раз siniymiz. Va bizda 20-chi окошко. 1-2-3 degan firmadan yuz tozalaydigan krem. Va bizda 21-chi окошкада Bobbi Brown. Bobbi Brown'ni ko'z uchun qora rangdagi kayali. Yaxshi ko'raman shu brendni. Vau, qaranglar, qanaqa насыщенный qora. 22-chi окошко va bu yerda Anna Yaki degan firmani kremi chiqdi. Bizda 23-chi окошко. Bu окошkamizdan 24 karatli maska chiqdi. Oxirgi 24-chi окошко. Bu yerdan miniatyurniy atir. Bu Xloya Kardashyanning atiri ekan. O, kстати, hidi juda ham приятный. Обязательно kommentariyamda yozib ketinglar. O'zingiz uchun shunaqa advent kalendari $150 ga sotib olgan bo'larmidingiz yo'qmi?